Rahmatçı mabağının bir yıl yani siz üzünüz kılgan olmaz. O hazır İpek yolu 1, Maral Kolgoğan 2, At Talla Bazır 3. Anadaki restoran 5, ma 6. yorum oldu mu? Straf болып қалды еркең айтып өткенміз. Halka tapkanın tapkısı geldi o da dula ve sağlam ses kalamı ya. Sudah tepat kalsın Azir. Başında almıştırıp kurtulup kaldı ya. Yok ne oldu? Sudah mı ya? Lekin mabağ şunda bir tabii boptu. Endi bu bağda şu asas nem-nemin çıkıp nem-nemini qilmoqchi. Bayağı qilmagan. Bu bağdamı körtüdünüz. Bağdaki bir 11-12 may yerliге bir 30 kıldak sayılını sıyırıp attık. Köktat yerdik. Hem bu Köktatın teriş maksat şu bizniki yemek içmek sizin kulunuz yemek içmek orundan anlasın say köktatın müşahidin üzem terip üzem vermedimekçi. Başına qilmoqchi. Hemmisini zamanı so'g'irish uskunalari digan qilib, tunagin organik o'tmoqda edik. Endi shu say, nima shu kungandan boshlab ta shu pishpigiga cho'g'aliqda butunlay organik o't bilan ulab, organik yechilmaslar qilib, mana shu o'zimizniki tarix do'konlarimizning saylarini hammamizni o'zimizniki beg'idin, mishadiki shu yerlik shu etizimizdan ta'minlab, yangi holatda texima saylarimizni ishlatib o'zimiz qilib, bek saylarimizga alohida kuchmoqchi biz tamoqlarimizga. Onun da kendine yanım işte o bir oğlak bakma da oğlak bakkan katahim yasab koyduk oğlak katah yasab koydum. Bakın bu tarafta hem de bayağı 15 model yerimiz var. Mani çörsünler de bugün sintoda qorshaplar bir to'qizdan bir yarım atal to'qa. G'ozdan tat manziga tashlab, animiz yerlik usulda bekib, yezinki to'qalarimizni, dapanjilarimizni, shortlarimizdan hammasini yerlik usulda to'qalarimizni montaj qilmoqchi. Nurg'un odamlar biz kiponza olib ketdim. Nurg'un shu karxonchilar bo'lsin, hozir shu uyam tamoq iste'mol qilib, bir aramaga keldik Allah. Diyxonning qotondagi oğlak yesam bo'ldi deydigan orzu armanlar bek adamlar bek ko'pdi. Bu nima degan gamda qog'ini biz ortiq so'zlab yurishdan qat'iy o'rin yo'q. Lekin mushu bag'da baqqan mayli oğlak bo'lsin, mayli to'q bo'lsin, ay diyxonning katigida qanday beqilgan bo'lsa, shuningdan yaxshi beqildiganga men ishonchim bor. Chunki tabiiy bo'lgan o'sib chiqqan o'tni yeyalaydi. O'sha tabiiy bo'lgan o'z qutqungizini terib yeb, o'zi haqiqiy bir o'ziga tam kirgizalaydi deb o'ylayman. Chunki men kichigimdan diyxonning bo'lsa, mush ishni qilmasa, men dal mushunda o'rinda cho'ng'ilib, mushunda bu yerda o'sib ketilgan shu. Endi qolgan gapni biz so'zlab o'tmaymiz. Voy bizning anda o'xshaydi, bizning Maral bog'i manda o'xshaydi, Charbog'ning manda o'xshaydi deb kechgacha osmon ko'tarayversak-mi, taqsiq chiqqan hisob. To'g'ri. Siz avval bir kun bir kelib, mishaning tamoqlarini bir tetib, o'g'loq go'shtlarini bir yeb, haqiqatan tilingiz tetigan bo'lsa, anankin baribir boshqalar tuyjan qilsangiz davomli bo'ldi. Biz o'zimiznikini olmaymiz. Avval siz bir kelib yeb beqin, qolganini misha kelgan ko'ramiz. Adresini bir inqirab bir davlatli. Yeni bir uqtirib qo'ygan bir gap. Endi mas saylarimiz yana 15-20 kundan keyin oldini yeyish boshlag'ini bo'ldi. Biz patarda misha lag'maxonni qilmoqchi. Shu yerlikdan da doğru qurish ishlatmagan asosda saylarimiz misha o'tizin o'z pech pak juyib lamkinda, endi misha lag'man kunduzligiga yig'an qazonda polo kuniga 3 tal o'g'loq misha lag'madan tushib yig'an qazonda o'g'loq yuzidan tortilib, ma'lum yana 8-10 kundan keyin ish ko'rish demoqchi. Mana vaqtlarimizni bilgandan boshlab tijoratni boshlamoqchi. Shoma xayrlarimiz ma'lumotni bir xabarda o'qib qolsin. Keyin filmlarimizmi diqqat qilishni unutib qolmasin demoqchiman. Unda bo'lganda biz shu Adash Moyonning filmini misha kelib ishlasak bo'lgan kelibdi. O'g'loqdan o'zimiz chiqib o'tirib yeyish. Lazım üzümüz etmekten üzüp çık toğrap. Lağmen üzümüz vas it kas delip. Takak kılıçıp girersen gelin kamak geldi kadar Yezince Adaş Moyon'un filmini tolup işler. Tatımız var. Tatip. Başlama. Avat halkımızga en tabii bo'lgan, en yerlik usulda bo'lgan lağmenlerimiz bilen, seköktatlarımız bilen, güçlerimiz bilen mülazmet kılsak degan bir ümitde. Adresin bir deytan. Begimizden adres okuyup kalsa bana jişi koyan. Burun 80 tam şavçuniki şu ornasyonlagan şavçunun kıyfaş uduldulam. Yani mavu hoş doğrak Samavar restoran taraftan udulap kelgan vaqtimizda aşk qilchilardan udul o'tib kelganda 50 metr masafa yo'lni soqib ketdi. Charbog' sayilgan. Telefon numaramiz 0997 50 96 300. Şalaq qilib qo'shib qo'yib bas telefon qilish orqali uruz zakaz qilsangiz bo'ladi. Avatning sirtiga chiqib ketmaysizlar do'stlar. Avatning qumida nayt avatning 500 metr. Bazı açığı 500 metre en ucunaklarına 1 kilometre kilgan. Muşunda deyilgan ki 30 kilometre, muş 30-40 kilometre, muşunda çoğun bir bağның içinde sizler oylap bakmagan bir işler. Bir yıl buladı. Bir yıl Charbog'da qattiq qaynaymiz. Derlik bu. Gazap qaynaymiz. Arkadaş.